Sitrus oqqanoti sitrus va subtropik mintaqa o'simliklari uchun juda zararli hasharot hisoblanadi. Vatani Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlaridir. Hozirgi kunda tropik va subtropik iqlimli mamlakatlarda keng tarqalgan. Hindiston, Vyetnam, Xitoy, Afg'oniston, Yaponiya, Filippin orollari, Seylon va ko'pgina mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida uchraydi. 1942-yildan AQSh, Argentina, Braziliya, Chili, Gavayi orollari, Yevropa, O'rta Yer dengizi sohillariga tarqala boshlagan. Bugungi kunda ushbu hasharot O'zbekistonning barcha hududlariga tarqalib ulgurgan. Sitrus oqqanoti urg'ochisining uzunligi 1,6-2 mm keladigan bir juft oqqanotga ega, ko'zi qora, pushti dog'li, tanasi och sariq, jim turgan paytda qanotlari tanasini berkitib turadi. Urg'ochisi va erkagi tashqi ko'rinishdan bir-biriga juda o'xshash, biroq erkagi urg'ochisidan maydaroq, tanasi ingichka va uzunchoq. Tuxumi bandi orqali o'simlik barglariga yopishib turadi. Lichinkalar barglarning ostki qismiga yopishib, tumshug'ini barg ichiga tiqib oziqlana boshlaydi. Shu tariqa lichinka barg shirasini so'rib oladi va o'zidan juda mayda tomchi shira ajratib chiqaradi. Lichinkaning ikkinchi yoshi uzunligi 0,57-66 mm keladi. Oyoqlarsiz, yapaloq, avval ko'rinishda bo'ladi. Tana tuzilishi oddiylashadi, ko'zlari ko'rinmay qoladi. Shu holatda qishlaydi. Rangi shaffoflanib, yashil barglarga yopishganda ko'rinmay qoladi. Kunlar isishi bilan qishlagan lichinkalar bahor oylarida rivojlana boshlaydi. O'lchami kattalashadi. Tanasi sariq rangga kiradi. Ko'zlari kattalashib, to'q qizil rang hosil qiladi. Oyoqlari kattalashib, qanotlari rivojlanadi. Qizil ko'zlarning paydo bo'lishi kapalakning uchib chiqishiga 5-6 kun qolganligini bildiradi. Sitrus oqqanoti g'o'za, pomidor, bodring, baqlajon, loviya, kungaboqar, tamaki va boshqa ko'pgina ekinlarga zarar yetkazadi. Lichinkalari bargni so'ra boshlagach harakatsiz hayot kechiradi. O'simlikni asosan oqqanot lichinkalari zararlaydi. Lichinkalardan ajralib chiqqan shira yopishqoq modda barglar va mevalarning ifloslanishiga olib keladi. Bu shirada saprofit zamburug'lar rivojlanib, barg va mevalarning usti qora qurum bilan qoplanadi va hosil miqdori kamayadi. Mavjudlari ham sifatsiz holga keladi. Bu zararkunandaning rivojlanishini ma'lum darajada boshqarib turuvchi omillardan biri entomofag turlaridir. Entomofaglar bir nechta turni tashkil etadi. Oqqanotlarga qarshi kurash uchun esa enkardiya, oltin ko'z, trixogramma kabi entomofag hasharotlardan foydalanish samaralidir.